Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosli mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Istanbulda Osmanlı hujjatlarida Sharq Turkiston nomli bir kitob nashrdan chiqdi. Buningda bu kitobni Türk Dünyası Şehirlik Hükümetler Birliği tarafından nashr qilingan. Bu haqdagi xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Xitoy 4 davlat guruhi qurishni taklif qilganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Shundaq bu Xitoy, Tojikiston, Afg'oniston va Pokistondan iborat 4 davlat birlashib biz atalmış yani Xitoy deyotgan terrorga qarshi turish bir ittifoqi quramiz degan haqidagi bu xabarimiz. Shundaqla Dünya Uyg'ur qurultayiningki ichki ixtilofi amallarning ma'lumotida bu ixtiloflarning tugaganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Dünya Uyg'ur qurultayi bu ixtilofni tugatib 5-navbatlik qurultayini bu yil 7-oyda Fransiyaning poytaxti Parijda o'tkazilganligini e'lon qildi. Shundaqla ko'p davlatlarning bosh elchilari Xitoyning atalmış bu yil 1-oydan boshlab yo'l qo'ygan bu terrorga qarshi turish qonuniga bo'lgan andishisini bildirganligi haqidagi xabarimiz. Albatta bu haqda Türk matbuotlaridami nima desa bu qonunga bo'lgan bu qonunning nishonining faqat Sharq Turkiston ekanligidan iborat analizlarni aytib ko'plab chiqyapti. Bu vaqtdagi xabarlarimiz shunaqa bundan boshqa xabarlarimiz haqida mutaxassislarimiz bilan o'tkazgan suhbatlar shunaqla analizlar diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Osmanlı hujjatlarida Sharq Turkiston nomli kitob nashrdan chiqdi. Uyg'urlar haqida intayin muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan Osmanlı hujjatlarida Sharq Turkiston nomli kitob Türk Dünyası Şehirlik Hükümetler Birliği tarafından nashr qilindi. Türk Dünyası Şehirlik Hükümetler Birliği'nin organ torida 26 fevral Osmanlı hujjatlarida Sharq Turkiston nomli asarning nashr qilinganlik e'loni berildi. E'londa Sharq Turkistonning tarixiy va jo'grafiyalik o'rnining strategik ahamiyati shundaqla mo'l yer usti va yer osti boyliqlariga ega ekanligi haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan. Orqadan bu asar haqida qisqacha tushuntirish berilgan. Türk Dünyası Şehirlik Hükümetler Birliği tarafından nashr qilingan Osmanlı hujjatlarida Sharq Turkiston nomli asarda Türkiye Baş Ministerligining Osmanlı arxivlarida saqlangan asli hujjatlar asos qilingan holda ikki qarindosh xalq orasidagi tarixiy munosabatlar kitobxonlarning diqqatiga sunilgan. Kitobda 1796-1917 yillari orasiga oid asli hujjatlarning suratlari, qo'lyozma va konspektlar bilan birga yana Sharq Turkiston tarixiga aloqador uzun bir kirish so'z va foydalanish manbalari, Sharq Turkiston tarixida iz qoldirgan muhim shaxslarning qisqacha tarjima hollari hamda bir tafsiliy indeks yer olgan. 581 betlik cho'ng hajmlik bu kitob Sharq Turkiston va Uyg'ur tarixi ustida tadqiqot elib boradigan yerlik va chet ellik tadqiqotchilarga har ikki tarafdagi ziyolilarga birinchi qo'l manba ta'minlab qolmasdan yana Osmanlı Sharq Turkiston munosabatlariga oid muhim bir bo'shliqni to'ldirdi. Kitobning PDF nusxasi tayyorlangan bo'lib, haqsiz tushirib foydalanishga bo'ladi. Biz Istiqlol televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkistonliklarga vakolatan Türk Dünyası Şehirlik Hükümetler Birliği'nin başlığı ve Kocaeli şehrinin başlığı İbrahim Osman Karaoğlu'ga, baş katibi Doktor Fahri Solak Efendi'ge ve bu eserinin nashr qilinishig'a ajr singdirgan hammalarga rahmat etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Biz bu vaqtda Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi, shunaqla strategiya mutaxassisi Doktor Erkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir Anqarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor oldindan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Sizga ma'lum shu Türk Dünyası Şehirlik Hükümetler Birliği tarafından Osmanlı hujjatlarida Sharq Turkiston nomli bir 581 betlik bir cho'ng hajmli bir kitob nashrdan chiqqan bo'ldi. Buningda nurg'unlagan Sharq Turkistonga aloqador mazmunlar, har xil hujjatlar tafsiliy holatda tushuntirilganligi axborotlarda berilyapti. Shu haqda biroz sizdan ma'lumot olsam, Osmanlı arxivlərdə, Osmanlı hüccətlərdə Şərq Türkistan nədir idi, qandaq idi, şu məlumatlardan biraz xəbər bəyan olsanız. Aslında bu Osmanlı devleti bulup mu Osmanlı padişahlar şu halife
şu statüne şu namını algan. Şunaşka bütün Müslüman devletlerge ya da Müslüman cemiyetlerge köngül böletti. Ama küçü yetkice arılışalattı. Hoş. Ama şu Yakubek devleti kurulgandan keyin Yakubek devleti Osmanlı devletiga elçi evtişularla bu Şarkı Türkistan bile bu Osmanlı devletlerininki münasebeti başlayan. Şundakla bu Osmanlı devletimi Şarkı Türkistan'a edemlerini evetken. Hoş. Şarkı Türkistan'ınki ahvalını ügünüş, Yakubek'ninki siyasi ve siyasi kurulması, kağısı devletlerle münasebet ve şunu ügünüş için mi edem evetken. Hoş. Bu adamlar Şarkı Türkistan'a bağlandığı ki tatbikatına iyilik vardı ve Kaytaş'ta bir doklat yazıp geldi. Bu doklat hazır bir kitap şeklinde bugünkü Türkiye'ninki tılığı tercüme kılındı. Yani Kaşgarya ve etraftaki ahvallarda bir kitap. Misalga. Ve yalnızla bu hükümetlerin arasında demez. Misalga Şarkı Türkistan'dan, şu Kaşgar'dan, Yeken'den, şu Aksu'dan, şu Yakubek'ten evvel mi? Misalga 1800'lerdeki bir şeydi mi? Osmanlı devletlerine gelip yerleşken Uygurlar var. Hoş hoş. Misalga şuna arşivlerde bir Kaşgar'dan çıkan bir saatçi varken. Saat remont kılırken. Osmanlı padişahısınınki Abdülhamit'ninki bir telgraf bir maşinesi bozulup kaptı. Hoş hoş. Bu maşinesini tüzüş için şu İstanbul'da turaklık şu Kaşgar'dan gelgen saatçıga müracaat kıptı. O saatçımı remote kıp bakmadı ki bundan ne? Şunda olsun ben bir remote kılaydı. Ahiri remote kıptı. Mesela arşivde mındak malumatlama vardı. Şu İstanbul kip kalan nurgun şu Şarkı Türkistanlıklarının ki bağlığı. Burunla şu devlet arşiv kurumu değil. Şu organı. Devlet Arşiv İdaresi Devlet Arşiv İdaresi mi burun Osmanlı arşivlerde Türkistan ya da başka bir kitap olsa şu Osmanlı arşivlerde Tataristan ve Türkistan depmendak nime kitaplarını çıkargan burun. Hoş. Bu yerde mi nurgun malumatlar bağımdı ya da Şarkı Türkistan bile münasebetlik. Meyli bu iktisat cettim bolsun, meyli diplomasi cettim bolsun, meyli şu tarihi ve dini cettim bolsun. Bulan bu hakkında nurgun şu malumatlar var. Onun dinkin şu Osmanlı'nın ki ahırkı vakitleri. Bulup şu 1900'ün bişiden itibaren şu ben Şarkı Türkistan'ıma çık edem evetken. Bazıları şu Türkiye'nin ki İttihat Terakki hükümetinin evetken edemleri. Bazıları şu üzi şu Türk halkını ve sevdalı olan misal Türkistan'ı yaxşı görgen kaklama bağlanlan var. Bunlar bazıları Orta Asya'ya birip onun için Şarkı Türkistan kırgenler var. Misal Asya'da 5 Türk diyen bir kitap var misal. Onun kim bu Kaşgar'da 60'ta mektep içip yügen bu Ahmet İlkul var misal. Bunlar İttihat Terakki cemiyet evetken. Ondan başka bazı ticaret işlerle kip kalganlar var. Ulanınki yazgan nesler var. Bu bolsa şu Şarkı Türkistan'daki Mançur valisi şimdiki hatıraları da yazıklık dolar. Osmanlı Devleti bulup mu şu kinki 100 yıl içinde Osmanlı Devleti'nin yıkılışının kinki 100 yıl içinde Şarkı Türkistan bile bir yıkım münasebeti kurulganlığını nurgun şu malumatlarla şu arşivdeki hüccetlerle bunu ispat kılığı bulu demdi. Hoş. Türkiye Süleymanşah Üniversitesi'de Şarkı Türkistan temasida yig'in o'tkazildi. Türkiye'nin İstanbul şehriga joylashgan Süleymanşah Üniversitesi'de Asiyanın Medeniyet Merkezi Şarkı Türkistan temasida yig'in o'tkazildi. Yig'inda Ma'rif Cemiyeti baş katibi Abdulahad Abdurahman leksiya so'zildi. Türkiye'nin İstanbul şehriga joylashgan Süleymanşah Üniversitesi'de Asiyanın Medeniyet Merkezi Şarkı Türkistan temasida yig'in o'tkazildi.
Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon yig'inga qatnashib, Sharq Turkiston haqida leksiya so'zladi. Bu yig'in juma kuni tushdan keyin soat 2 da Sulaymonshah Universiteti Layla Dumankaya maktab qorosining yig'in zalida o'tkazildi. Maktabdagi o'qituvchi va o'quvchilardan bo'lib ko'p sonli kishi qizg'inlik bilan qatnashdi. Yig'in Türk Dünyası Tadqiqot klubining boshlig'i Halil Güngörning ochilish nutqi bilan boshlandi. Arqadan Istiqlol televiziyasi ishlagan Sharq Turkiston haqidagi hujjatli film qo'yildi. Film qo'yilib bo'lgandan keyin Uyg'ur o'smirlar Qur'oni Karim o'qidi va she'r deklamatsiya qildi. Oxirida Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon Sharq Turkiston temasi leksiya so'zildi. U Sharq Turkistonning qisqacha tarixi, jug'rafiyalik o'rni va ahamiyati shundaqla kunimizdagi vaziyati qatorliq mazmunlar ustida to'xtaldi. Leksiya oxirida Türk Dünyası Tadqiqot klubining boshlig'i Halil Güngör organ nomidan Abdulahad Abdurahmonga xotira buyumi sovg'a qildi. Halil Güngör apandi nima uchun Sharq Turkiston masalasi to'g'risida yig'in uyushtirganligining sababini bayon qilib mundaq dedi. Osmanlı imperatorligi tarqalgandan keyin biz Turkiya Cumhuriyeti bo'lish sifatimiz bilan O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabatimiz uzilib qoldi. Sharq Turkiston bilan aramizdagi munosabatni kuchlantirish, shundaqla u yerdagi insonlarni tanishtirish maqsadida bir programma uyushtirishni qaror qildik. Türk dunyosiga aloqador qayerda nima qilish kerak bo'lsa, uni o'rinlash bizning vazifamiz. Sharq Turkiston biz nihoyat ahamiyat bergan o'rinlardan biridir. U yer bizning yiltizimizning kelib chiqqan o'rnidir. Biz u yerni zulm bilan emas, balki o'tmishdikiga o'xshash Yusufga Sajib, Mahmud Qashqari qatorliq olimlarimiz yetishib chiqqanga o'xshash, kelgusidimi mushundaq madaniyat insonlarining, olimlarning yetishib chiqqanligini ko'rishni xohlaymiz. U yerning bizning asli mavjudligimiz ekanligini, nihoyat qimmatli insonlarni yetishtirib chiqqanligini va bugun ishg'ol ostida ekanligini bildirish uchun bu yig'inni uyushtirdik. Biz kun tartibda bo'lmagan Sharq Turkistonni kun tartibga keltirish uchun bu yig'inni uyushtirganligimizdan mamnun bo'ldik. Qarindoshlik munbiri yig'inida Sharq Turkiston muzokara temasi bo'ldi. Türkiye İlim Tarqitish Jamiyatining uyushtirishi bilan qarindosh tashkilotlar va jamiyatlar munbiri nomida yig'in o'tkazildi. Yig'inga Ma'rif jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon jamiyatga vakolatan qatnashdi. 30 fevral shanba kuni tushdan burun Istanbul Zaytinburnuda qarindosh tashkilot va jamiyatlar munbiri nomida bir qancha ommaviy tashkilotlarning rahbarlarining qatnashishi bilan bir yig'in o'tkazildi. Turkiyadagi tarixi uzun bo'lgan tashkilotlarning biri bo'lgan İlim Tarqitish Jamiyatining uyushtirishi bilan jamiyatning Zaytinburnudagi sho'basida o'tkazilgan uchrashishga Zaytinburnu rayonida faoliyat olib berayotgan ko'plagan ommaviy tashkilotlarning rahbarlari ishtirok qildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon jamiyatga vakolatan uchrashishga qatnashdi. Yig'in oxirida Ilm yayma jamiyati, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati, Ahmad Yasaviy Ilm va hamkorlik jamiyati qatorliq yig'inin qatnashgan ommaviy tashkilotlarning rahbarlari birdak 5-oydan boshlab Uyg'ur masalasi to'g'risida bir turkum faoliyatlar elib berish bilan birga ilmiy muhokama yig'ini ochishni o'rtaq qaror qildi. Xitoyning Uyg'ur munisipatlarini diniy e'tiqodidan suslashtirish tashviqotlari tanqidga uchradi. Xitoyning Uyg'ur munisipatlari oila ayollari orasida atalmish madaniyat faoliyatlari nomida elib berayotgan axloqsiz tashviqotlari chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilari va Xitoy vaziyati analizchilari tomonidan ming yush tashviqoti deb tanqidlanmoqda. Xitoy matbuotlarining xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning yaqinda buyon Uyg'ur munisipatlari oila ayollari orasida atalmish madaniyat faoliyatlari nomida har xil ko'ngil ochish, san'at tantarbiya faoliyatlarini o'tkazish, maxsus xor o'maklar tashkillab, qizil naqsha etish musobaqalari o'tkazish, hatto masjidlarda qo'sh tillik rasmlik tashviqot kitobchalarini tarqitish faoliyatlari ko'paygan. Xitoy taratqularida bu faoliyatlarni o'tkazishdagi maqsad diniy radikallik ideyasining yamirishining oldini olish uchun deb ta'riflangan. Chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilari va Xitoy vaziyati analizchilari bo'lsa, doirlar elib berayotgan madaniyat faoliyatlarini siyosiy maqsaddagi ming yush tashviqoti deb tanqidlamoqda. Xitoyning Xinjiang xabarlari to'rining 1-2 mart kunlaridagi sonlarida Sharq Turkistonning janubiy qismidagi Aqsu, Xotan, Qashqar viloyatlaridagi nahiyalarda va Xitoyning Aqsu tabasida qurgan ishlab chiqarish qurilish armiyasi 2-diviziyasi qatorliq joylarda o'tkazilgan atalmish madaniyat faoliyatlari haqidagi bir yurish xabar, maqolalar e'lon qilingan. Xitoy taratqularida tashviq qilinayotgan madaniy faoliyatlarni kuchaytirib, diniy radikallik ideyasiga qarshi turish temasidagi bu xil xabar, maqolalar bir qism xalqaro taratqular va Xitoy vaziyat analizchilarining diqqatini qo'zg'adi.
Reuters agentligida o'tgan hafta e'lon qilingan bu vaqtdagi bir xabar analizida doirlarning naqsha aytish va usul o'ynash qatorliq shakllarda elib berilayotgan tashviqot faoliyatlari orqali Xitoy o'tgan yili ma'qullagan terrorlikqa qarshi turish qonunini tashviq qilish maqsadiga yetmoqchi ekanligi ta'kidlangan edi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, siyosiy vaziyat analizchisi Elshad Hasan apandi Xitoy doiralarining navbati Sharq Turkistondagi masjidlarda atalmish qo'shtilliq tashviqot kitobchilarini tarqitishini madaniyat inqilobi davridagi hamma oilalarga mavzudun o'zunlarini tarqitish, hamma kishi ko'kligiga mavzudunning bosh surati tushirilgan iznokni taqash vaziyatini aslatadiganligini. Ammo mayli qanday tashviqotlar elib berilsin, bu xil faoliyat harakatlarining Uyg'urlarning diniy e'tiqodini, ona tili so'ygusi va o'z madaniyatini qo'g'dash engini o'zgartirmaydiganligini bildirgan. Time Türk Tori Xitoy qonunining nishoni Sharq Turkiston dedi. Türkiye'nin Time Türk gazeti Xitoy bu yil 1-oydan boshlab yo'l qo'ygan atalmish terrorlikqa qarshi turish qonunining nishonining Sharq Turkiston ekanligini ilgari surdi. Türkiye'deki nüfuzluq matbuotlardan biri bo'lgan Time Türk Tori'da 27 fevral Xitoydan baxshi ovlash qonuni nishon Sharq Turkiston mavzuliq bir xabar berildi. Xabarda Xitoyning Sharq Turkistonni o'zlariga terrorlik tahdidi deb qarab, yangi qonun yo'liga qo'yganligi ilgari surildi. Xabarda aytilishicha, Xitoy JX ministrligining terrorlikqa qarshi turish mutaxassisi Liu Yojin muxbirlarga qilgan so'zda Sharq Turkiston paydo qilgan terror tahdidiga qarshi 2016-yili 1-yanvar bir qonunni ijro qilishga boshlaganligini aytgan. Qonun Sharq Turkiston turklariga qarata jiddiy ichki va tashqi istixborot uchurlari to'plashni o'z ichiga oldi ekan. Liu Yojin yana musulmon Sharq Turkistonliklarning din, til va irq nuqtasidan Xitoylardan tamoman farqli ekanligini va bu sababdan Uyg'ur xalqining Xitoy hokimiyatidan mamnun emasligini aytgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Beijing ijro qilishga boshlagan bu yangi qonun doirasidagi terror aniqlamasi zo'ravonlik vositasi qo'llanilmagan namoyishlarni va Uyg'ur madaniyatini yo'lliq shaklda qo'g'dash faoliyatlarini o'z ichiga oldi ekan. Konya shahrida Sharq Turkistonga vafo kechasi faoliyati o'tkazildi. Turkiyaning Konya shahridagi vafo jamiyati o'rinlashtirgan Sharq Turkistonga vafo kechasi faoliyati 2-mart chorshanba kuni kech Mavlana Madaniyat markazida o'tkazildi. Türkiye'nin Konya shahridagi vafo jamiyati o'rinlashtirgan Sharq Turkistonga vafo kechasi faoliyati 2-mart chorshanba kuni kech Mavlana Madaniyat markazida o'tkazildi. Sharq Turkiston ma'rifat hamkorlik jamiyati yoshlar sho'basining mas'uli Abdusalom Taklimakan faoliyatga qatnashib, Sharq Turkiston haqida ma'lumot berdi. Vafo jamiyati rahbarligiga vakolatdan so'z qilgan Favzi Yilmaz apandi Sharq Turkistonning sistemalik holda unutilib kelayotganligini eskartib o'tdi. Jahongir Xitoy davlatining xalqaro diplomatik besimlar orqali Sharq Turkistonni yetim qoldirayotganligini bildirgan Yilmaz, musulmon xalqlarning Sharq Turkistonga ega chiqishining ahamiyati haqida to'xtaldi. Yig'inga Sharq Turkiston haqida doklad berish uchun taklif qilingan Abdusalom apandi Sharq Turkistonning o'tmishdan hozirgacha bo'lgan tarixi haqida qisqacha to'xtalib o'tdi. Xitoyning bu rayondagi ishg'olchilik, tajovuzchilik, zulm va assimilyatsiya siyosatini dalil isbotli holda o'ttirg'a qo'ydi. U nuqtali holda Xitoyning diniy bostirish va cheklamalari, Uyg'ur musulmonlarining diniy ibodatlarini ado qilishda duch kelayotgan qiyinchiliklar va diniy e'tiqodim bo'yicha yashayman degan musulmonlarga qilingan inson qalbidan chiqqan muomalalar haqida to'xtaldi. Sharq Turkiston xalqi tortayotgan kulfatlar so'zlanganda leksiya anglag'uvchilarining ba'zilari ko'z yoshlarini tutolmadi. Bu faoliyatga vafo jamiyati boshchiligida har sohadagi xalq zo'r qiziqish bilan ishtirok qildi. 5-600 kishilik yig'in zali liq to'ldi. Turkiyadagi har soha kishilarining Sharq Turkiston va Uyg'urlarga bo'lgan qiziqishi va tonishi oshmoqda. Fransiyalik muxbir Bay Kömürkan vaqasi terrorlik vaqasi emas deb ifoda bildirdi. Uyg'urlar haqida yozgan maqolasi sababli Xitoydan qo'g'langan fransiyalik muxbir Ursula Gautier tunji qatim Uyg'urlarning ziyoratini qabul qilib, o'z ko'z qarashini bildirdi. U Bay hujumining terrorlik vaqasi emasligini bildirdi. Fransuz muxbir Ursula Gautierning Uyg'urlar haqida yozgan maqolasi tufayli Xitoydan qo'g'langanligi hammamizga ma'lum. Garchi avtorning maqolasi to'g'rimizda tarjima qilib berilgan bo'lsa-mu, lekin Ursula Gautier xonim hozirgacha Uyg'ur axborotining ziyoratini qabul qilib boqmagan edi. Washingtonda tasdiqlangan Erkin Osiyo radiosining muxbiri Juma Ursula Gautier xonim bilan uning Xitoyning tishiga tekkan maqolasi
va Uyg'ur masalasi haqida suhbat o'tkazgan. U mundaq degan: "Mening demoqchi bo'lganim, agar bu terrorlik hujumi bo'lgan bo'lsa, hujum shahardan to'limi yiroqdagi bir xilvat joyda emas, balki cho'qim intayin markaziy bir o'rinda elib berilgan bo'ladi. Terrorlik hujumi bo'lish uchun uni anglagan kishilarga cho'ng ta'sir qoldiradigan bo'lishi shart. Bu hujumni qilgan kishilar Xitoy hukumatı xabarni kontrol qilganligi uchun hech kimning bu hujumdan xabar topolmaydiganligini biladi. Shunga uningda bu terrorlik hujum qilish muddaosi ifodalanmagan. Men uchun u bir terrorlik hujumi emas. U bir qonliq hujum, bir qotillik yoki qatliam. Nurg'un odam o'lganligi uchunla uni hargizmi bir terrorlik hujumi deyishga bo'lmaydi. I didn't write that I supported terrorism. That would Osmanlı imperiyasi Qashqar xonligiga qoral yarog' avatgan. Türk tarix tadqiqotchilari Osmanlı imperiyasining Sharq Turkistondagi Qashqar xonligiga o'q dora va qoral yarog' avatganligiga doir tarixiy hujjatlarni o'tirg'a qo'ydi. Osmanlı imperiyasi arxivlari va hujjatlarini tadqiq qilayotgan mutaxassislarning tadqiqot natijalari Osmanlı imperiyasi bilan Uyg'urlarning tarixiy munosabatlarini yo'ritib bermoqda. Ana shu tadqiqotlardan biri Osmanlı imperiyasining Qashqar xonligiga bir paraxot bilan qoral yarog' va o'q dora avatishi. Turkiya gazetining xabar qilishicha, Osmanlı imperiyasi 1870-yili Xitoyga qarshi urush qilayotgan Uyg'urlarga bir paraxot bilan qoral yarog' avatgan. Tadqiqotchi va yozuvchi Surayya Atilla Sog'lom Cho'buqchi Osmanlı imperiyasi arxivlaridagi Turkistonga munosabatli tarixiy hujjatlarni tadqiq qilish jarayonida 3000 dan ortiq hujjatni qo'lga tushirgan. Hamda buni Osmanlı Türkçesidan hozirgi zamon turk tiliga tarjima qilgan. Turk dunyosi shaharlik hukumatlar birligi bu hujjatlarni Osmanlı imperiyasi arxivlaridagi Sharq Turkiston temasida kitoblashtirgan. Xabarda deyilishicha, asar tarixiy voqealiklarni yo'ritib beradigan hayron qolarlik ma'lumotlarni o'z ichiga oldi ekan. Tunji qitim kitobxonlar bilan yuz ko'rishgan hujjatlarga asoslanganda Osmanlı imperiyasi sultoni Abdul Aziz Xon davrida 1873-yili Qashqarga qoral yarog' va o'q dora hamda qoral yarog'larni qandoq ishlatishni o'rgatish va Qashqardagi askarlarni tarbiyalash uchun bir ofitser avatilgan. Dünya Uyg'ur qurultayining 5-qurultayining Parijda ochildiganligi qaror qilindi. Dünya Uyg'ur qurultayi rahbarlik hay'ati Washingtonda 3 kunlik yig'in chaqirish orqali ichki ixtiloflarni hal qilgan va qurultayning 5-umumiy yig'inni Fransiya poytaxti Parijda ochishni qaror qilgan. 8 fevraldan 1 martgacha Amerika poytaxti Washingtonda chaqirilgan Dünya Uyg'ur qurultayi rahbarlik hay'ati yig'inida 5-navbatlik Dünya Uyg'ur qurultayini 2016-yili 7-oyning 11-kundan 13-kunlar orasida Fransiyaning poytaxti Parijda ochish qaror qilgan. Musha hafta ichida 5-navbatlik qurultayga tayyorlik qilish komiteti qurib chiqildi ekan. Dünya Uyg'ur qurultayi 2004-yili 4-oyning 16-kundan 19-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan Sharq Turkiston milliy qurultayi bilan Dünya Uyg'ur yoshlari qurultayining birlashma qurultayida ikki qurultay umumiy vakillarini asos qilgan holda vatan sirtidagi barliq Sharq Turkiston tashkilotlarining qatnashishi va birdak ovoz berishi bilan qurilgan. Tashkilotning nizomnomasi bo'yicha har 4 yilda bir qatim umumiy qurultay chaqirildi ekan. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Biz bu vaqtda Dünya Uyg'ur qurultayining ijroiya raisi Dulqun Aysa apandi bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir Germaniyada telefonimizda. Dünya Uyg'ur qurultayining albatta bizga nurg'ulg'an sizlardan televizor ko'ruvchilarimizdan nurg'ulg'an bizga talablar bo'lgan bo'ldi. O'z vaqtida bu Dünya Uyg'ur qurultayining Germaniyadagi rahbarlari bilan Washingtondagi Rabiya xonim boshchiligidagi rahbarlar o'tirishdi. Ba'zi ichki ixtiloflarning kelib chiqqanligi, bu ixtiloflar haqida bir ma'lumot, bir xabar yoki bir suhbat elib berishimiz to'g'riliq. Chunki u vaqtlarda texnik ishlarningki oldi-keyin texnik aniqlanmaganligi uchun balki ishchilar putudi deb biz bu vaqtida biroz program o'tkazmay turgan hozir har ikki yil taraf 28 fevraldan 1 martgacha Amerikada yig'in ochib bu oxirida Dünya Uyg'ur qurultayining 5-navbatlik qurultayini 7-oyda o'sha Parijda ochilgan bu qaror qilib xabar e'lon qilindi. Biz mush munosabat bilan hurmatli Dulqun Aysa apandim mush ishninki oldi-keyin haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz, qandoq boshlangan bu ishdan keyin va oxirida hammalar yana o'xshash shaklda birlikka kelib bu
Parijda yığın açılgan bolsa 5-nji qatımlıq 5 nöbetlik qurultayning yığını. Muşaqt bir ma'lumot bergen bolsanız. Oldu, köp rahmat. Aval ziyaret kılganlığınız için rahmet ettimen. Şununla birge Dünya Qurultayının 5. nöbetlik qurultayı hakkında yüz bergen bazı kirisler sebebidin bizim vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın, vatanperverlerimizin bu meselege köngül bölgenligi üçün ulağımı alayda rahmetimizi bildirimiz. Digendikidek sindep ötkendikidek 5. nöbetlik qurultay bu yıl içiliş gerekti. Çünkü 2012 yılı 5. ayda 4. nöbetlik qurultay Japonya'nın Tokyo'da ötküzülgen nizamnamız boyunca 4 yılda bir kadın qurultay çağırımız. Bu münasebet bilen bu yıl 2016 yılı 4. 5. 6. aylar içinde bu qurultay nizamnamenin ki royu boyunca ötküzülüş gerekti. Bu qurultay içilişten aldı da sizin de ötkendikidek bazı bir qurultay içinde bazı krizler bop öttü. 2 yıl oturuş çıkarıldı. Biz Germaniye'deki merkez kılan Germaniye'deki qurultay rehberleri bu qurultayın Germaniye'de 4. ayda buluduğun biz zaten qurultay burun bir karar kılgan. Uygur muhacirlar meselesi doğruluk Berlin'de bir halkaralık konferans çağırış meselesini. Kim şu konferanska ulap qurultayın çağırış hakkında bir karar aldık. Ama Rabia Hanım başlığı yeni bir qurultay rehberleri bunun Washington'da içiliş meselesi hakkında ayrı bir oturuş çıkıldı. Elbette bu Dünya Qurultayının şerefine namı yarışıdığan bir hadise emas ama biz bir demokratik teşkilat, dünyanın her kaysi devletler otursudu mu, teşkilatlar otursudu mu, bunda krizler zaman zaman yüz verip turduğan gep. Gerçi biz bunda bir krizin buluşunu arzu kılmagan bolsak mı ama bazı bir sebeplerden biz istemegen şekilde bunda bir kriz yüz verdi. Ama netince itibarı bilen sizin de ötkendikidek bu kriz çözüldü. Yaxşı bir netince bilen ahırlaştı. Çünkü biz Rabia Hanım Dünya Qurultayı reis bolup davam kılatkan 2006 yılı 11. ay Dünya Qurultayı reis bolgan, şunun mazırlıç bolgan 10 yıl jarayanda biz bütün Dünya Qurultayı rehberleri dünyanın hem yerdeki Rabia Hanım'ın riyasetçiligide, Rabia Hanım'ın rehberligide Dünya Qurultayını üçün hizmet kılıp geldik. Şu cümleden Dünya Qurultayı merkez kılan Şarkı Türkistan Milli Hareketi halkara bulup garip devletlerde, Amerika, Avrupa'nın merkez kılan garip devletlerde Şarkı Türkistan meselesini, Uygur meselesini ve halkara gün tertip yaratiş, Uygurların avazını dünya anlatış meselesi de Rabia Hanım bilen müri kirep küreş kılıp geldik. Ve hali zor misafirlerini bastık da oylayımız, hali köp neticelerini kulu kelttik de oylayımız bu jarayanda. En ahırda biz yanımızda bir kriz yüz bergen bolsun ama en ahırda yanına biz Washington'a berip Rabia Hanım bilen oturdu yüz bergen kısmen okuşmaslıklarga hatim berip en ahırda Dünya Qurultayıga Uygur milletiga yarışıdığan bir şekilde bunun üstüden keldik ve sizin de ötkendikidek 7. ayının 11. ve 13. günleri biz Berlin'deki qurultayını amaldan kaldırıp Washington'daki qurultayını amaldan kaldırıp bir de kalda yani şu Rabia Hanım'ın rehberliğinde Parij'de 7. ayda 5. nöbetlik qurultayımızı içiş hakkında karar birliği keldik. Hoş, endi bu ma'lumatimcha yana bu qatimqi qurultayda yana raisdan tatib yana qaytadan saylanish elib berildi. Endi o'z vaqtidagi ma'lumotlarda Germaniyadagi rahbarlarninki, Rabia Hanımninki bu qatimliq saylamda nomzod bo'lmasligini talab qilganligi haqidagi ba'zi uchurlar bor. Yani bu qatim sizlarni yarashgan vaqtida endi Rabia Hanım bilan ko'rishmoq biz taqa. Sizlar yanada shu talab masalan Rabia Hanımninki nomzod shaklida qatnashmasligi shakldimi bununla birlik keldinglarmi yoki bu yani her adam o'zi xohlagan odam nomzod bo'la oladigan shaklda kelishimga birlik keldinglarmi o'sha haqda ma'lumot bergan bo'lsangiz. Yani to'g'risini deyimizgidek biz demokratik bir teşkilat bo'lganligimiz için saylamni demokratik bir şekilde ötküzüldü. Dünya Qurultayı her bir rehberinin qurultay rehberliklerinde yani şu davada emgigi bo'lgan, dava hizmet qilib kelgan belgili tecrübesi bo'lgan, şunu salayetlik deb tanıgan her qanday bir rehber Dünya Qurultayının xalagan bir ornaga saylamda özünü kandidatlık gösteriş ve vekillerinin demokratik şekilde elip bağlan saylamlar bilen
şu yüzü muvaffak yege tayinliş ve saylanması hakkında biz mi Rabia Hanım'ı elbette 10 yıldan bu yan Dünya Kurulu'nun reisliğine kıp geldi. Davayımızı Rabia Hanım turmadan çıkıp Dünya Kurulu'da reis boğan dinkin bunu bütün dünya, bütün Uygur halkı, Şarkı Türkistan halkı şahit. Mesela körülmegen derece zor bir ilgileş oldu. Hem de Rabia Hanım'ı biz Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin lideri sübütüde turup Dünya Kurulu'nun reisliğinin bir teşkili memuri hizmetlerini yaş bir nesli ötküzüp biriş gerekliliği bu hafta kandidat bulmasından ibaret bu demokratik hakimizin kullanıp muşundak bir tavsiyede bulunduk. Ama bu bizimki erkanda bir kişinin yukarıda ötkenliği gidek kalıgan bir kişinin bir orunga kandidat buluşu veya ki kalıgan birisinin kandidat buluş bulmaslığı tavsiye kılış bu bir demokratik hakkı. Rabia Hanım'ın elbette bunu kandidat buluş bulması Rabia Hanım'ın demokratik hakkı. Bu aslında pek çok bir talaş tartışıldığından ait kriz peyda kıldığından bir hadisleme emez. Normal bir demokratik teşkilatlarda, devletlerde bulunduğun bir ceryan. Ama bu biraz bazı insanlar tarafından biraz köptürüldü. Bazı insanlar tarafından biraz yoğun mesele kriz şekli yapılmaktan evvellanma. Demek biz Amerika'da köreştik. Rabia Hanım yanıla özünün demokratik hak hukukuyla yani Rabia Hanım'ın kandidat bulunman diye hakkı var. Başka birisinin kandidat bulunduğu hakkı var. Ama Rabia Hanım başka bir dava sepilik insanlar okşamaydı. Ayrı bir ordun boğan, karizmatik bir salahiyeti boğan bir rehber, bir lider. Rabia Hanım yüzün yanına biz fikir birliktir. Rabia Hanım yanına bu kadın kurultayda yüzü kandidat bulup bulduğallığını ifade kıldı. Biz bunun hürmet kıldığallığımızı hürmet kılıp bunu kabul kıldığallığımızı bildirdik. Mesele şunday hal oldu. Köpten köp rahmet. Nayet yaxşı iş bana rahmet sizge. Sizge köp rahmet. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi Seyit Tümtürk efendim bilen şundakla özü hem Türkiye'de hem malum Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti'nin reisi Türkiye'de hem Seyit Tümtürk efendimden ziyaret edip varımız. Hürmetli Seyit Tümtürk efendim, aldığından ziyaretimizi kabul kılığınız için köpten köp rahmet etimiz. Rahmet. Ben kiriştimin biraz söyleyip öttüm hem de televizyon köygüçlerimizge malum yani başta bu biraz ihtilaf bolgan boldu. Germaniyadaki Dünya Uygur Kurultayı rehberleri bilen Rabia Hanım başçılığındaki Amerika'daki rehberler oturusda şu kurultayın içiliş vakti hakkında ve saylamga qatnaşmasak toğrusida. Biz bu mesele içki cihetin hal bolup ketişi mümkün de başta bek mediaga açık axbaratga açık yürmedik. Hamda çıkıvatkan haberlerde birleşip nayet ama o'qishmasliklarini o'ng'shalganlik to'g'riliq xabar chiqdi. Bu ishninki oldikayni haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Albatta Istiqlal TV ko'rguvchilarga birinchisi biz Dünya Uygur Kurultayı ve Kurultay rehberleri nomidan öz salomimizni bildiramiz. Aziz milletimiz. Yuqorida sizin sualınıza cevap verdiğim bolsak, siz yuqorida dep aytgandek Dünya Uygur Kurultayı'nınki 5. navbatlik kurultayı'nınki qaysi orunda içiliş to'g'riliq azroq bir ixtilof yuz berdi. Xo'sh. Albatta bu ixtilof biz arzu qilgan bir narsa, bir natija emas. Xo'sh. Lekin Dünya Uygur Kurultayı o'xshashmagan kishilar bilan o'xshashmagan fikr, o'xshashmagan maslahat, lekin vatanninki mustaqilligi masalasida o'xshash ideyada bo'lsakmi, boshqa masalalarda o'xshashmagan kishilarning tarkib topgan bir tashkilot. Xo'sh, xo'sh. Bu albatta tashkilotda hamma odamninki fikri bir deyish mumkin emas. Ama bizning ulug' g'oyamiz, ulug' nishonimiz bir deb qaraymiz. Xo'sh. Bu maalesef biz 2015 yıl ahırda bütün kurultay rehberleri, Rabia Kadir Hanım başlık bütün kurultay rehberleri biz Brüksel'de yığın içip şu Brüksel'deki dini yığının ahırda ortak ağan kararımızda 6. ayının 1'den 5'i Amerika'nın Washington şehrinde 5. devletlik Dünya Uygur Kurultayı açıldı diyen bu kararın hemimiz ortak ağan karar idi. Hoş. Afsus ki bu kararımızda biz ikinci kıtım yana telefon yığını arkalık
Bunun takribi bir 2 ay burun telefon yığınında bütün kurultay rehberleri iştirak kılan bu yığında ikinci kıtım karar edip 5. devletlik Dünya Kurultayı'nın yana Amerika'da Washington'da içildiğinlik doğruluk bu kararımızda kayıtı gözden geçirip ikinci kıtım bu kararını yana bitittik. Hoş. Kanda özgür işler oldu, nemi sebep oldu onu tefsili ben sürüş kılmadım. Lakin bir kısım Aslan'daki kurultay rehberlerininki bu kurultayını Berlin'de açımız diyen kararı bizni meyuslendirdi, ümitsizlendirdi. Hem de bu kararınınki elbette kanuni ve nizamnamık uygun bulmaganlığı ve kurultayınınki rehberlerinin bu hakta iradesi bulmaganlığı inik bir neçe kişinin ağan kararı. Hoş. Lakin biz bunu mu itibarga algan şekilde tabii ki biz her bir kurultay rehberindeki fikrige hürmet kılımız. Özü ağan kararını özü tanımay ayrım kurultay açımız diyen bu karar mı biz yani hürmet kılgan şekilde ki bu hürmet kılgan şekildeki fikrimiz milletimizin menfaati, milletimizin kiliciki. Bunu közütüp elbette bu kırındaşlarımızdan, bu rehberlerine bu fikrige hürmet kıldık ve 2. ayının 28'inin 3. ayının bir geçi 2 günlük bir sohbet yakınında Amerika'da Rabia Kadir Hanım başlık Germanya'nın 2 kurultay keli Rabia Kadir Hanım'dan kışkırdırıp baktı özünün göz kararlarını, fikirlerini oturup koydu. Rabia Kadir Hanım bilen bir sohbet üsküzüldü biz bu sohbetlerge telefon arkalık iştirak kıldık, biz katlaştık, bizim fikrimizde verdik. Hoş. Şu 2. ayının 28'inin bir geçi boğan 2 günlük ceriyanda ötküzülgen sohbette kayıtı yana məsləhətləşib kurultayının 7. ayının 11'den 13. günü geçi Fransa'da içiliş kararını Rabia Kadir Hanım bunu oturup koydu ve bu karar kalan kurultay rehberleri tarafından bu makul görülüp biz 5. nöbetlik Dünya Kurultayı'nı 7. ayının 11'den 13'ü geçi Fransa'nın Paris şehrinde ötküzdüğün karar ile kan buldu. İnşallah bu kararımız milletimizge ve davayımızga bir yaxşılık etkili edip bunu Allah'tan dileyimiz. Allah Teala bunun keyin bizni şunda küçük işlerde, küçük meselelerde ihtilaf kılıştın. Saklasın. Birbirimizge davayımızga sadakat bilen, ihlas bilen, samimiyet bilen Allah rızalık için hizmet kıldığan bir uyul taştek birbirimizge samimiyet versin dep Allah'tan dileyim. Köptün köp rahmet nayet yaxşı işbadın. Rahmet sizge. Rahmet. Türk san'atkar Şarkı Türkistan təsiratlarını sözləşini davamlaşdırmaqda. Türkiye Radyo Televiziya İdarəsinin film işləyicisi ve məşhur sanatçı Bünyamin Aksungur Efendi Şarkı Türkistan xalqı duş kelayotgan besim ve çeklemelerini, şundaqla Şarkı Türkistan xalqiga bo'lgan söygüsünü özü ziyaret jarayonida ko'rgan amaliy misollarga birlashtirib so'zlashni davom qilmoqda. Türkiye Radyo Televiziya İdarəsinin film işləyicisi ve məşhur sanatçı Bünyamin Aksungur Efendi o'tgan yili Şarkı Türkistan'da sayohat qilib kelgandan keyin İstanbul qatorliq shaharlarda maxsus yig'in va programmalarni uyushtirib, Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan besim va cheklamalarni, shundaqla Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan sevgisini o'zi ziyorat jarayonida ko'rgan amaliy misollarga birlashtirib so'zlab o'tgan edi. U hali ham bu ta'sirotlarni so'zlashni davom qilmoqda. U bu qatim ta'sirotlarni Turkiyaning Qora dengiz bo'yidagi Samsun shahrida so'zlagan. 27 fevral tushdan keyin Türk Ocaklari Samsun sho'basining uyushtirishi bilan Sharq Turkiston ta'sirotlari temasida yig'in o'tkazilgan. U Sharq Turkiston ta'sirotlarini so'zlash bilan birga yana Uyg'ur muzikasi o'rindab bergan. Yig'in saloni ishtirok qiluvchilar bilan liq to'lgan. Bünyamin Aksungur bundan burun İstanbulda o'tkazilgan faoliyatlarda Xitoyning Sharq Turkistonda qandoq cheklama siyosatlarini va ta'tir tashviqotlarini elib berayotganligini va Uyg'ur xalqining qandoq hissiyatda bo'layotganligini
o'zi ko'rgan amaliy misollar va tortib kelgan suratlar bilan so'zlab o'tgan edi. U yana Sharq Turkistonda qanday qizg'in muomalaga uchraganligini, mashhur olim va adiblarning qabrlarini yo'qlaganligi qatorliq jihatlardagi ta'sirotlari ustida to'xtalgan edi. Xitoy advokat televizorda iqror qilishning xato ekanligini e'tirof qildi. Xitoy advokatlar jamiyatining muavin boshlig'i televizorda iqror qilishning to'g'ri emasligini va buni to'xtatish uchun taklif berdiganligini bildirdi. Xitoy advokatlar jamiyatining muavin boshlig'i Ju Jingfu muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda qasddan holda gumondorlarni televizorda iqror qilishga o'rinlashtirishning gumondorning huquqining qo'g'dilishiga va adliyaning odilligiga uyg'un emasligini bildirgan. Uning qarashicha jismoniy erkinligidan ayrilgan gumondorlarning televizorda samimiy iqror qilishi gumondorlarning dilo bejirg'ichi organlarning besimiga uchirganligi yoki qo'yib berish va gunohini yenikiltishdek shartlar bilan so'dilishga qaymoqtirilganligi sababidan bo'lish ehtimolligi intayin cho'ng ekan. Televizorda iqror qilish haqiqiy gunohini tunug'anligiga, bo'libmi haqiqatan jinoyati borligiga vakillik qila olmaydi ekan. Uning aytishicha, gumondorlarni televizorda iqror qildirish, orqadan uni axborot vositalarida tarqatish orqali jamoatchilikda xato holda gumondorning rostli jinoyati bordek xato tunish shakllantirgili bo'ldi ekan. Ju Jingfu echilish oldida turgan Xitoy mamlakatlik siyosiy kengash yig'inida bu taklifni bermoqchi ekan. Xitoy doiralarining yaqindan buyon chet el tavalligidagi bir necha kishini televizorda iqror qildirishi tanqidga uchragan edi. Xitoy o'tgan yili nurg'un qatim Uyg'ur mahbuslarni Xitoyning markaziy televiziya kanali va boshqa yerlik televiziyalarda iqror qildirgan va buni tarqatgan edi. Xitoyning bu harakati Uyg'ur kuzatuvchilarining tanqidiga uchragan. Xitoy 4 davlat ittifoqi qurishga harakat qilmoqda. Xitoy, Tojikiston, Afg'oniston va Pokistondan Xitoy o'tirg'i qo'ygan atalmish terrorlikqa qarshi turish planiga qo'shilishni talab qilgan. Xitoy armiyasi bosh shtab boshlig'i Fang Fenghui Tojikiston ziyoratini tugatib, Afg'onistonga kelgan. U Kabulda Afg'oniston rahbarlari bilan ko'rishib, terrorizmga qarshi 4 davlat rayonlik ittifoqiga aloqador masalalarni muzokara qilgan. Amerika ovoz to'rining xabar qilishicha, Xitoy o'tirib qo'ygan terrorizm qarshi turish plani Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va Tojikistondan iborat 4 davlatni o'z ichiga oldi ekan. Plandagi bu 3 davlatning hammasi Xitoyning g'arbiy rayoni bilan chegaralanadigan bo'lib, bu rayondagi Uyg'urlarning Beijingga qarshi norozilik kayfiyati davomlashmoqda ekan. Fang Fenghui 29 fevral Kabulda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan ko'rishgan. Afg'oniston prezidentining muavin bayonotchisi Hashimiyning aytishicha, Xitoy bosh shtab boshlig'i Afg'onistondan Pokiston va Tojikiston bilan birlikda Xitoy o'tirib qo'ygan terrorizm qarshi turish mexanizmiga qatnashishni talab qilgan. Afg'oniston prezidenti G'ani bu loyihani allburun tasdiqlagan. Fang Fenghui bundan burun Tojikistonda ziyoratda bo'lgan bo'lib, u Tojikiston prezidenti Rahmonov va mudofaa ministri Mirzo bilan ko'rishgan. Rahmonov uchrashishda ikki davlat orasidagi harbiy ta'lim-tarbiya, xavfsizlik va terrorlikqa qarshi turish qatorliq jihatlardagi hamkorlikni oshirish kerakligini ta'kidlagan. Ko'p davlatlarning bosh elchilari Xitoyning terrorizmga qarshi turish qonuniga bo'lgan andishisini bildirdi. Amerika, Yaponiya, Germaniya va Kanada qatorliq 4 davlatning Xitoyda turishi bosh elchilari Xitoy JX ministeriga xat yozib, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonuniga bo'lgan andishisini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Germaniya, Amerika, Kanada va Yaponiya 4 davlatning Xitoyda turishi bosh elchilari Xitoy JX ministeri Goshinkunga xat yozib, Xitoyning yangi yo'l qo'ygan terrorizm qarshi turish qonuni va boshqa 2 qonun loyihasiga bo'lgan andishisini bildirgan. Yevropa ittifoqining Xitoy turishliq bosh elchisi xat yozib, yuqoriqiga o'xshash andishisini ifodalagan. Xitoy jamoat xavfsizligi ministriga yozilgan bu xatga Germaniya, Amerika, Kanada va Yaponiya 4 davlatning Xitoyda turishliq bosh elchilarining imzosi qo'yilgan. Xatda Xitoy yangi yo'l qo'ygan terrorizm qarshi turish qonuni bilan tur bexatarlik qonuni va chegara sirtidagi hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish qonunidan iborat 2 qonun loyihasiga bo'lgan andish ifodalangan. Reuters agentligining seshanba kundagi xabarda aytilishicha, xatda terrorizm qarshi turish qonunining chet ellik mablag' solg'uvchilarni andishiga solganligi bildirilgan. Xitoyning terrorizm qarshi turish qonunini tanqid qiluvchilarning aytishicha, bu qonunning o'qitichi fikrdagilarni terrorchi deb jinoyat bekitish ehtimolligi bor ekan.
Reuters agentligining oshkorlashicha, Yevropa ittifoqining Xitoy turishliq bosh elchisimi yuqorqi mazmunda Xitoy JX ministeriga xat yozgan. Bosh elchilar bu xatda Xitoyga chaqiriq qilib, tor bexatarlik qonuni loyihasi va chegara sirtidagi hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish qonuni loyihasiga qaytadan ommaning fikrini elishni umid qilganligini bildirgan. Xitoyda 1.800.000 ishchi xavfga duch keldi. Xitoyda kömür ve polat tümür ishlab chiqarishi ehtiyojidan eshib ketish sababli 2 millionga yaqin ishchi ishsizlik xavfiga duch kelgan. Xitoy dushanba kuni konchilik va polat tümür sohasida 1.800.000 ishchini qayta o'rinlashtiradiganligini bildirdi. Xitoy bu orqali mahsulotning ehtiyojidan eshib ketishining oldini olmoqchi bo'lgan. Bu mazkur ikki sohadagi 15%lik ishchining ishsiz qoldiganligidan derak berdi ekan. Xitoy odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministri Yin Weimanning bir axborot e'lon qilish yig'inida aytishicha, 1.300.000 ko'mir kon ishchisi va 500.000 polat tümür ishchisi bo'lib, jami 1.800.000 kishi qayta o'rinlashtirildi ekan. Xitoy bosh ministri Li Keqiang dushanba kuni Xitoyning pul qimmatini tuvallatish orqali savdo jangi qilish niyati yo'qligini, polat tümür va ko'mirchilik qatorliq sohalardagi ortiq ishlab chiqarishni yo'qotish orqali taqobil turadiganligini bildirgan. Ko'p yillardan buyon Xitoy iqtisodiy ul aslaha qurilishi va eksportni asos qilgan. Polat tümür va ko'mirga bo'lgan ehtiyoj oshgan. Lekin o'tgan yili Xitoy iqtisodining o'sishi 6.9% ga tushib qolib, 5 yildan buyongi eng tuvan saviyaga kelib qolgan. Buning bilan polat tümür va ko'mirga bo'lgan ehtiyoj shiddat bilan tuvanlagan. Bu davlat ichida ishlab chiqarishning eshib ketishi va ishsizlik masalasini keltirib chiqargan. Shuning bilan birga yana ortiq mahsulotning arzon bahoda to'kma qilib setilishi Amerika va Yevropa davlatlaridagi shirkat va ishchilarning kuchlik noroziligini qo'zg'agan. G'arb dunyosidagi mazkur kasblardagi kishilar Xitoyning mahsulot eshib ketishiga qarata tadbir qo'llanmaganligini tanqid qilgan. Mutaxassislarning ko'rsatishcha, bunday ahvolda xodim qisqartish muqarrar ish ekan. Taxminan hisoblaganda Xitoyda bu ikki sohada 10 milliondan ortiq xizmatchi xodim bo'lib, 1.800.000 kishini qisqartish faqat bu kishilarning 10dan 1-chilik keldigan. Xitoy ishsizlik nisbatini 4% deb e'lon qilmoqda. Lekin bu son umumyuzlik gumon qo'zg'ashga boshladi. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoyning ishsizlik nisbati oz degandimi 15% ekan. Yaponiya va Filippin Xitoyga qarshi kelishim imzoladi. Yaponiya bilan Filippin harbiy aslahalar hamkorlik kelishimi tuzdi. Amerika bilan Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi jiddiychiligi sababidan harbiylashtirish qadami tizlashayotgan Osiyo Tinch okean rayonida yangi bir harbiy ittifoq qurildi. Amerikaning bu rayondagi ittifoqdoshlaridan bo'lgan Yaponiya va Filippin orasida mudofaa hamkorligi kelishimi imzolandi. Bugun Yaponiya bilan Filippin bir turlik harbiy aslahalar hamkorligi kelishimi tuzdi. Bu kelishim Yaponiyaning Filippinga qurol setib berishi va texnika o'tinib berishiga qulaylik yaratib beradigan. Ikki davlat orasida imzolangan kelishimga asosan Yaponiya Filippinni harbiy aslahalar bilan ta'minlaydi ekan. Ikki davlat orasidagi strategik hamkorlik kuchaytirildi ekan. Ikki davlat orasida tadqiqot va taraqqiyot turlari yo'l qo'yildi ekan. Bu kelishimning imzolanishiga Xitoyning Sharq Turkiston va Janubiy Xitoy dengizlaridagi nurg'un orollarga egilik huquq talabi qo'yishi va bu jihatda ba'zi faoliyatlarda bo'lishi sabab bo'lgan. Egilishicha, Yaponiya bilan Filippin o'tgan yili birlikda o'tkazgan dengiz armiyasi manevri orqali xavfsizlik jihatidagi hamkorlikni yangi bir saviyaga ko'targan. Pokistonda millionlagan xalq Mumtaz Qadirining o'ldirilishiga qarshi namoyish qildi. Pokiston Panjab o'lkasining sobiq valisi Salman Tasiriyni islom dinini qo'g'daydigan qonunlarga muxolifatlik qilish sababi bilan o'ldirib o'tgan qo'g'dug'uchisi Mumtaz Qadirining darg'a esilishiga qarshi millionlagan kishi ko'chalarga chiqib namoyish qildi. Pokiston Panjab o'lkasining sobiq valisi Salman Tasiriyni islom dinini qo'g'daydigan qonunlarga muxolifatlik qilish sababi bilan o'ldirib o'tgan qo'g'dug'uchisi Mumtaz Qadirining darg'a esilishiga qarshi millionlagan kishi ko'chalarga chiqib namoyish qildi. Kuchlik amonlik tadbirlari e'landi. Ikki shaharda maktablarda dars to'xtatildi. 2011-yil 1-oyda vali Tasirining yaqin qo'g'dug'uchisi Qadiri uningga suiqasd qilgan. Chunki Tasiri behurmatlik jinoyatiga qarshi turgan. Pokistonning behurmatlik qonuniga asosan Qur'on va payg'ambar alayhisalomga haqorat qilgan kishilar muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan yoki o'ldirilgan. Qadiri uni o'ldirganligini hech qachon inkor qilmagan. 2011-yil 10-oyda Qadiri Pokistondagi bir sudda o'limga hukm qilingan. 2016-yil 29 fevral u turmada darg'a esilgan.
Qadiriyning o'limidan keyin İslomiy partiya guruhlarining tashkillashi bilan necha million kishi ko'chalarga chiqib namoyish qilgan. Qatnash eg'izlari qamal qilingan. Rawalpindida million kishi namoyishga to'plangan. Lahor, Karachi qatorliq joylardami uningga ta'ziya bildirish uchun kishilar to'plangan. Ba'zi kishilar Qadiriyni milliy qahramon deb atagan. Qadiriyning dafn murosimi o'tkazish oldida Pokistonda amonlik tadbirlari kuchaytirilgan. Islomobod va Rawalpindida maktablar darsdan to'xtatilgan. Tasirining o'lim vaqasi Asiya Bibi ismli bir xristian ayolning islom qonuniga asosan jazolanishiga qarshi turganligi sababli kelib chiqqan. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Biz bu vaqtda Turkiya radio televiziya idorasida ishlayotgan ziyoli shunaqla muxbir Mirkamiljon Qashqari bilan suhbat edib boramiz. O'zi Pokistonda uzun turgan Pokistonning siyosatlarini yaqindan ta'qib qilib turayotgan bir shaxs ham axborotchi. O'zi hozir telefonimizda Anqarada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli Mirkamiljon, oldindan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Biz rahmat aytamiz. Sizga ma'lum Pokiston Panjab o'lkasininki sobiq valisi Salman Tasirini islom dinini qo'g'daydigan qonunlarga muxolifatlik qilish sababi bilan o'zining qo'g'dug'uchisi Mumtaz Qadiriy buni 2011-yil 10-oyda o'ldirib o'tgan ekan tuxamda buni. Yani 2011-yil 1-oyda. Endi bu mushu vaqa bo'lib, endi shuningki o'ldirib o'tgan bu Mumtaz Qadiriyni 2016-yil 29-fevral kuni turmada darg'a esibdi bu Pokiston doiralari. Endi mushu ishdan keyin Pokistonda nurg'ulg'an millionlagan kishilar namoyish qilib buning o'ldirilishiga qarshi ko'chlarda namoyish qilib butunlay qalaymuqonchilik Rawalpindining o'zidan millionlagan kishi namoyish qilgan. Lahor, Karachi qatorliq joylarda uningga ta'ziya bildirish uchun kishilar to'planib, hammasi uni milliy qahramon deb atabdi xalq. Endi dafn murosimi o'tkazilish jarayonida Qadiriyning dafn murosimida Pokiston amonlik tadbirlarini qattiq kuchaytirgan, Islomobod va Rawalpindida maktablar darsdan to'xtatilgan darajada shundoq g'ulg'ulib ketibdi bu narsa. Biz endi shu voqelikni biroz endi sizdan bilib boqsak, islom dinini haqorat qilgan bu Salman Tasirini o'zining qo'g'dug'uchisi o'ldirib o'tgan ekan. Asli Pokistonning qonunida shu behurmatlik qilgan, islomga va Qur'oni Karimga behurmatlik qilganlarni o'ldirish yoki muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilish degandek bir narsalar bormi? Mush ishninki oldiga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Aslida bu Pokistonning qonunida islomga haqorat qilish yoki payg'ambar alayhissalomga haqorat qilish o'lim jazosi bilan jazolandi, o'lim jazosi beriladi. Da'g'isib jazolarda ijro qilindi o'lim jazosi. Bu asli Pokistonning asosiy qonunida bor narsa. Bu asli bu qonunni ijro qilgan bo'lsa, u Salman burundan qonun tarafidan da'g'islishi lozim. Qonun o'zining vazifasini ijro qilmagandan keyin bu qo'g'dug'uchisi onu öldürüp taşlagan gap. Asli Pakistan ölüm cezası ba emelden kaldırmagan. Çünkü oturdu bir mezgil Amerika'nın, Avrupa'nın bisimleri bilen ölüm cezasını emelden kaldırganlığını ilan kıygan. Yine bu Peshawur'da üniversiteye hücum kıldıgan 150 yakın okuyucuların ötteki vakadan keyin kayıt asli keltirildi bu ölüm cezası. Hem bu yerde halkın narazılıkını kozgalatken en mühim mesele ne medise bu peygamberge hakaret kıygan, İslamga hakaret kılgan adamga ölüm cezası beriş Pakistan'ın kanununda batırıqlık o Salman'a o ceza berilmegen yoki muddatsiz qamoq cezasıga hüküm kılıp diyendek aşında yenik ceza bergen ahvalda bu onun qo'g'dug'uchisining o'tganligiga qarata endi qo'pab o'lim jazosini ijro qilishi bu qo'sh o'lcham tutganlik ham Pokistonning bu bir hisobda o'zining qonuniga o'zi rioya qilmaganligi endi shu sababdan balkim xalqning qattiq g'azbi qo'zg'algan bo'lsa kerak ham yana kelib unda payg'ambar İslamga hakaret qilish ham Pokiston musulmonlarining bu diniy asosiyatining tayin kuchliq va buni jazosiz qilishiga albatta xalqni chidab turolmaydi. Orasidan birisining chiqib bo'libmi qo'g'dug'uchisining o jazoni ijro qilganligi uni xalqning qalbida bir qahramonga aylantirgan. Endi agar hukumat adil qo'sh o'lchamlik pozitsiya tutmayman degan bo'lsa Pokiston buningga hozir muddatsiz qamoq jazosi bergan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Ammo unda qilmadi. Hozir ani o qonun bo'yicha ijro qilmay buni bu yangi chiqqan qonun bo'yicha ijro qilganligi balkim qattiq bir norozilik paydo qilgan bo'lishi mumkin.
Köpten köp rahmet nayetdi uçuq yaxşı eçip berdiniz, rahmet sizge. Men rahmat aytaman. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalık istiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qatımqa proqramımızı görüşkəcə sizlərni Cənab-ı Allah'a tapşırırıq. Assalamu alaykum və rahmetullah.